Hop, keyingi masala 11-masala. Uzunligi 3,6 metr, massasi 12 kg bo'lgan sterjin uchlariga 4 kg va 2 kg yuklar ilingan. Sistema massa markazi katta yukdan qanday masofada joylashgan? Demak, mana hop, uzunligi mana 3,6 metr ekan. Mana bu sterjin uzunligi. Buni uchiga 4 kg va ikkinchi uchiga 2 kg yuk osilyapti. Hop, mana bu sterjinni o'zi 12 kg ekan mana. Mana shuni massasi, uni massa markazi bilasizlar o'rtasida mana shu yerdan bosadi. Bizga massasi berilgan. Demak, 12 kg bo'lsa, 120 newton bilan bosadi. Xullas, mana shuni mg deb qo'yaraman. Hozir bu ikki xil usulda ishlasa bo'ladi. Bizdan so'ralyapti, sistema massa markazi katta yukdan qanday masofada deyapti. Endi katta yuk qaysi? Katta yuk 4 kg. Mana shu katta yukni koordinatasini, ya'ni boshlang'ich, ya'ni koordinata bosh sifatida kiritamizda 0 deb olamiz. Buni x o'qiga moslab olamiz. Chunki mana bu biz uchun x o'qi bo'lsa, mana x o'qi mana bu. Bu x o'qi. Biz mana shu joyga katta yukka koordinatasini 0 deb oldik. Endi sababi bizdan katta yukdan qanday masofada so'ragan. Aytaylik, x o'qidagi sistema massa markazi koordinatasi m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 taqsim mana bu mahrajimizda massalar yig'indisi bo'ladi. m1 plus m2 plus m3 bo'ladi. Mana bu x0, mana shu sterjinni x o'qidagi massa markaz koordinatasi sifatida qaraymiz. Endi aytaylik, m1 ni biz birinchi yuk deb olsak, m2 ni ikkinchi yuk deb oladigan bo'lsa, mana 2 kglik, m3 ni mana bu sterjinni massasi deb olaman. Ya'ni m3 12 kg deb olamiz. Ya'ni sterjin massasi deb qaraymiz. Endi shunda, demak, x0 ni topadigan bo'lsak, m1 bizda 4 kg, u qayerda joylashyapti? U x o'qidan koordinatasi 0 nuqtada joylashyapti. Shuning uchun x1 ga 0 qo'yamiz. 4 ni 0 ga ko'paytirsak 0 bo'ladi. Plus m2 ikkinchi yuk, uni massasi 2 kg ko'paygan. x2 0 dan ikkinchi yuk turgan joygacha masofa bu sterjin uzunligi, ya'ni 3,6 metr. Shuning uchun ko'paygani 3,6 deymiz. Plus m3 biz mana bu sterjinning massasi deganmiz. Uni massasi 12 kg. U qayerda turibdi? Sterjin massasi mana shu massa markazida bo'ladi. Massa markazi 0 degan nuqtadan qanday masofada? Mana bu uzunligi 3,6 bo'lsa, uni yarmida joylashgan, ya'ni 1,8. 1,8 taqsim mahrajda massalar yig'indisi. 4 kg, 2 kg 6, 6 ga 12 ni qo'shsak, demak 18 bo'ladi. Demak, m1 plus m2 plus m3 18 bo'ldi. Demak, mana shu x0 ni topsak, biz masalani ishlagan bo'lamiz. Endi mana bu 7,2 bo'ladi bu. Xo'p, shunda mana bu 12 ni 1,8 ko'paytirsak 21,6 bo'ladi. Unga 7,2 ni qo'shsak 28,8 bo'ladi. Demak, 28,8 ni 18 ga bo'lamiz. Shunda x o'qidagi massa markazi koordinatasi, demak, x0 teng bo'lar ekan 28,8 taqsim 18. Buni hisoblasak 1,6 chiqadi. Demak, katta yukka biz koordinata boshi deb 0 qo'yib olganmiz. Katta yukdan 1,6 metr masofada bo'ladi mana shu sistema massa markazi.